Hürmetlik tomoshabinlar, qadrli do'stlar. Biz bugun bizniki Misraning to'r bekitimizdagi suhbat xotirimizga bizniki jamiyatimizda bo'libmi, bizniki o'sha yemak-ichmak soharimizdagi tonilgan yo'lboshchi, shundan birga o'ziga xos fikrlar bilan jamiyatimizda tegishli ta'sir ko'rsatayotgan bir shaxs taklif qildik. U bo'lsa-mu Urumchi shaharlik Miraj yemak-ichmak savdo cheklik shirkatining bosh lideri Kerem Mahmud. Qarshi olamiz. Siz Kerem Atosh degan bu markani tanishdan ilgari sizning yana bir markangiz bor ekan, men bilishimcha. U bo'lsa Kerem Sarang, ha? Shanba arayamayman. Qaysi shanba, qaysi shanba arayamayman. Bu kishilar yillardan bu oylar nima uchun ishlab deb tushunmaysiz. Ha, uni tushunmayman. Egnalarimni selib yetish bilan eng yaxshi ko'rmaydim. Bu aytkidigan nimani? Nima ish qisalim deb menda qattiq urindim jamiyat. Bu avvalımda men qanday qilib men bu kelgisining huddidan chiqaman. Bu turmushning huddidan qanday chiqaman? Ay, o ishga yosh vaqtimda meni shu zodi o'tib chiqib yashib qoldim. Mishada bir taklif qo'yganim, otishlikni mana deydi. Otishlikni mana pulga yurish qilib ketgan deydi. Biz mana gapcha, miyada bir tushuntirib qo'yamiz. Pulni biz muhim ko'ramiz. Men o'zimni otishlik bo'lib, otish tarbiyalanimga faxrlandim. Bizning bola tarbiyalaymiz demay, bola beqiyotimiz desak, mos keldik hozir. Otishlikning bolalarninki boshqa yerlikdan ko'ra farqli bir kuch yeri bor. Madaniyatning eglik huquqi bo'lmaydi, ishlatish huquqi. Aşı o'zi samimiylik bilan bu Uyg'urlarninki desam, dunyo nimda qo'l qiladi ne? Yapıllıkdan da qo'l qiladi. Tor dünyasındaki en yaxshi boshlamchimiz Misranim to'r bekiti. Misranim. Kerem aka, biz bugün bizdeki suhbat xotirimizda siz bilan suhbatlashishni o'ylashib bu vaqtda o'rlashtirdik. Menimcha siz shu bizniki yemak-ichmak sohamizda izchil turda boshlamchilik rol o'ynab kelayotgan shaxs deb taniyman. Menimcha shunday tanishimni siz muayyonlashtirasiz. Boshqalarninki men qanday bor yashayapti, boshqalarning erkinligi. Men o'zimni üzemne şunda da rol, üzemne şu rolcu da hesaplayın. Siz rolcu da bir hesaplığınızdan ben internet koşalım. Çünkü bu benim göz karşımdan doğruluğunu ispatlaydı. Birinciden siz bizden Ürümçi'de biz 15 yıl ilgili biz naydı karango, meynet aşkallarda biz kirplerine yaydık. Lakin siz bu şu benim bilişimce 99. yıldır koydayım ha. Tunca Ürümçi'de tez tamaxana açtınız. Bu Encür degan tez tamaxana açtınız. Biz bırakılı bir tez tamaxana muhitiga kirgandan keyin asli mushu xil muhitda tamoq yeyishning asli zarurligini, asli tamoq yeyish muhitimizning mushundoq bo'lishi kerakligini biz his qilgandan keyin shuni bilan sizni bir islohot qatorida to'ndik. Meni his qilishimcha bu birinchi qitimlik islohot ipag'an bir yo'lingiz. Ikkinchi qitimlik islohot yo'lingizni men bundoq to'nayman. U bo'lsa-mu bizning tez tamoqxonalarimizga bizniki Uyg'ur madaniyatimizga kirish. O oldi bilan uningki bezakchiligidan tortib, masalan, uningki barliq qo'riqlashtirishligicha Uyg'ur madaniyatini oshxonaga kirish. Bu xil ikkinchi qadamlik sizniki boshlamchi rolingiz menimcha mushu sohada bo'ldi deb o'ylayman. Shunga men sizni bu sohadagi intan cho'ng yo'l boshlovchi deb qarayman. Ham buni muayyonlashtiringizni aytib qo'yishim, chunki mening ko'z qarashim to'g'ri chiqdi. Demak, mushundoq jamiyatda mushundoq ta'sir ko'rsatgan bir shaxsniki bo'lib, bizning yemak-ichmak sohamizga mushundoq bir shaxsniki biz o'tmishiga, tarixiga, uning oq ko'rinishiga intayin qiziqamiz. Uning jamiyatimizga tegishli ta'sir ko'rsatishiga ishonamiz. Shunga biz oldin sizning balliq davrlaringizga aytib qiziqamiz, ha. Biz hozir sizning Urumchida masalan Kerem Atosh deb tanımaydigani yo'q. Urumchida Kerem Atosh degan bir cho'ng marka, ha. Nurg'un e'lonlar olmabsiz chiqishga olsam. Şunun bilan birga biz Kerem Atosh degan bu markani tanishdan ilgari sizning yana bir markangiz bor ekan, men bilishimcha. U bo'lsa Kerem Sarang, ha. Demak, ben ayni chog'da siz tunji qidim o'sha Anjur tez tomog'ini ichib sizniki yo'l boshlamchilik rolingizni joriy qildirayotgan vaqtda Kerem Atosh degan akamiz mana ishni qilibdi desam, nurg'un Atoshlar o Kerem Sarang o degandi. Shu chog'da men bir narsani o'ylagandim. Chunki har qanday bir sharoit muhitda shu jamiyatning umumiy ideologiyasidan fikri o'xshamaydigan kishilar boshqa tarafidan shundoq atilib qoladi. Masalan, ayni vaqtda Newtonmi nima uchun olma osmonga chiqib ketmay yerga tushdi degan chog'da shu angilliklar uni sarang deb
o'ylab qolgan. Demak, mushu nuqta aytgan joyda men mushu xil atalg'uning ayni vaqtda mushundaq bir sharoit nuqtasini o'tirib chiqqan deb o'ylayman. Siz mushu fikringizni deb boqamiz. Shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi emasmi? Bu kishilar meni sarang deb qilishdan boshqa men o'zimni sal sarang o'xshayman deb gumon qildim kichik vaqtimda. Chunki nima men kichik vaqtimda mana shu talladagi sarang bilan hech qanday farqim yo'q edi. Chunki men o ishkichilik oyjilni bilmayman. Haqiqatan bilmayman. Majinjayning majinjili degan narsa mana g'uva ko'rindi. Shanba arayamayman. Qaysi shanba, qaysi shanba arayamayman. Bu kishilar yillardan bir oylar nima uchun ishlaydi deb tushunmaysiz. Ha, uni tushunmayman. Ammo o'zimdan ancha chimdab baqdim. Bu men og'riydi. Shuni mayt qo'shilyapsiz. Ya qo'shilmaydi. Bir endishyapti menda. Men restoran o'shaymi debimda. Ama chimdigan og'riq qo'shildi. Og'riq qo'shildi. Ana undan sanz men endi buni tashqiq yaptim deydi, var edi. Dünyada kişilerin hocam yok dedim. Bir mana burnumni mushqurab, yüz gözlerimni juyib, egnalarimni selib yetish bilan eng yaxshi ko'rmaydim. Bu aytkidigan nimani? Nima ish qilsam deb menda qattiq o'rindim jami. Hozirmi bor bu? Bu qalongiz o'tmaydi nima uchun? Nima selib yotib bagajimga. Ay burnimni juyish, burnimni mushqurmasligim sabab qichqichqi yurdim. Bagajni magaga bu nima shunda? Bu gapingizda Allah belki Alimcan bo'lmisiz degan kuni ismi ko'rdim men. Ayna tashqiq yaptim mana raqtcho. Endi bizga ma haqli dadamni aytdim mana chiroyli kelishgan supetlik mana chichen. Mana aytdim mana yetekchi rol o'ynaydigan oqsoqol yosh vaqtidan tortib oqsoqollik rolni olib kelgan. Mana aytgan chog'da Uyg'urlarningki o'z vaqtidagi mana zamondagi mana marassachi hozirgi qozizdek odamdi. Unda olganki uncho'la odamda mendek mana bir avar bolaning dunyoga kelib kelishini hamda dadamni xijil bo'lish kerak. Haqli dada bu bolangiz haqli mamtki bu chimnoz bu tuqqanlarning bolasimi deytamdi. Faqat dadam o'xshamaydi men. Turuqlarimcha jiq farqimiz bor dedi. Shuningdek dadamni ensiraydi. Mush balam cho'ng bo'lganda endi balam nechisiniz siz? Uchinchisi. Bu dadam mana ensiraydi. Bu balam cho'ng bo'lgan chog'da qaysi pulini ko'radi deydi. Endi men shuni olib qo'shab cho'nglashqa eng ensiraydi cho'nglashdi. Bu cho'ng bo'lgandan xalamayman. Bu cho'ng bo'lgandan keyin o'y tutib turgan gap, bal topadigan gap. Men mush holatimda qanday men bal tepib o'y tutib buni o'disidan chiqaman deb beshim mishdan qilib qatibdi. Anda sharoitda endi men kichik vaqtimda siz shu chog'lar shu, ya'ni 12 yosh vaqtingizda shu uy tutish, bola yo'qish, bu kelgusi turmushning shu joyda besim bor. Javoblarni his qilib qo'ygan. Bu mening bu avalimda o'zimga faqat ishonchim yo'qdi. Bu avalimda men qanday qilib men bu kelgusining o'disidan chiqaman, bu turmushning o'disidan qanday chiqaman? Ay 12 yosh vaqtimda mening shu zodi uy tutishga beshim bor. Shu chog'da endi osh haqlining va sarang degani normal. Endi bizga men mana tafakkurlarim mana bosh ta'tiraqdi. Masalan, aeroplavchida haftada bir qetimiz aeroplavchida bizning o'yning o'g'zidan uchib, Qashqar aeroplavchasiga yaqin o'y. Hamma odam shu aeroplav uchib ovoz chiqsa, hamma odam shu qaylab o'g'ziligi chiqib, shu aeroplan desa, meni shunda ko'gim bor, chiqqim bor. Ammo sal po'chilik qilib turaldi. Nima u deb, masalan, bunda yaratmaydigan masalan. Bunda mashinalar bizning jutlig'i chirib qo'yib qolsa, undan kichik bola agishdi emasmi? Men agishmaydim. Sal po'chiroq qilib dedi. Bu nimete cho'ng bo'lgan chog'da bunda heliqi o'zimning qo'rqanchim av bo'lmasa. Heliqi haqliga cho'ng bo'lgan chog'da qo'ng'az bekapni ishning oldiga to'xtatib qo'yman deb bunda qilsam bu sarang bu chataq deb aytdim. Bu chog'da o'zimni endi haqlik bo'layotgan bilan o'zimning ishonchisi yo'qdi. Demak, shu nuqtada bu yerda sizning ideyangizda, ro'yitingizda ayni vaqtda cho'ng bir ziddiyat bor shunda. Ziddiyat bo'lyapti. Demak, shu ziddiyatning o'zi bir odamning qalbisining murakkabligi. Shunday tushunish bo'ldi. Bu chog'da endi hozir qaysam xeyli yomon kerak.
demek bu şu noktada meniki demek ki benim göz karışım ha. O bosma kallası adli adamınki kallısda ziddiyet az boludu. Yani onun tefekkürü bir xil liniyanın içinde turdu. Bir xil yönlü içinde mağdu. Kallası murakkab adam o'xshamagan ziddiyet fikirlerinin içinde turdu. Shuni qaraganda men sal tarafli vokallik o'chadi izim bilan men esirab yuribdim. Shunga o'xshash boya aytgandek, masalan, undan boshqa siz nurg'unlagan turmush ko'z qarashlariga yoki nurg'un hadislar bo'lgan kishilar qabul qilinmaydigan ko'z qarashlar bormi? O'chada to'liq men shu cho'ng'ulashdan cho'ng'ulab o'tishdan qo'rqaydigandan boshqa anda u kichik vaqtimizda uncha ular cho'ng xiyol yoki cho'ng ko'z qarash yoki ulug'vor g'oya unda hech nima yo'qdi menda. Ay menda quruq qapoqdekli shu cho'ng'ulashdan qo'rqaydigandan boshqa ay oqshom bo'lsa egnimni silib yetishdan boshqa atdigan bo'lsa o'zimni qachon shuyamindan boshqa menda bunday g'am yo'qdi. Masalan, oddiy kichik bolalarda, nurg'un bolalarda meningcha kelgusida cho'ng bo'lgan chog'da nurg'un natija yaratgan bolalarda cho'qim kichik vaqtida bir orzu yoki g'oya bo'ldi deb tushunamiz biz odatda. Balkim bu xil jihatda orzu g'oyalar bo'lgan bo'lsin. O chog'da men bunda men 5 yil o'qigan. Ama men hech qanday darsni bilmaydim, jo'grafiyani bildim. Dunyo jo'grafiyasini bildim. Nima qilsangiz men shu kitoblardan ko'ra jo'grafiya qiziqib qolgan. Dengiz deydi, tog' yeshillik deydi. Bular Yevropaning jo'grafiyalik o'rniga shunday qiziqib. Shu cho'ng bo'lsam iloji va shaga chiqiblam shu. Hargiz kelmayman deyman. Ben kelmayman. Men o'shunda go'zal yerda yashayman deydigan. Ashunda g'oyam borda boshqa cho'ng g'oyalar yo'qdi meni. Balkim undan cho'ng g'oya bo'lmasa kerak, ha? Anondan boshqa g'oyam yo'q. Siz u g'oyani kichik ko'rib qoldingiz. Atishib turib, shundaq Yevropaga chiqib kelmayman degan g'oyani kichik ko'rib olasiz. Hozir kichik ko'radi. Chunki borgandan keyin ko'rdiqdan meni. Lekin siz hozir undan boshqa cho'ng g'oyam yo'q dedingiz. Balkim biz ayni chog'da shu Urumchiga borsam kelmayman deb o'ylagan, ha? Shu Urumchiga turib qoldik. Shunga demek, baya bir eng beshida biz bir gapni boshladik. O bo'lsa sizni ayni vaqtda Kerem Sarang deydigan degan gapni aytdik. Demek, mushu nuqta aytgan chog'da biz ma'lum masalalarga cho'qim kelgusida yoki uzun yillardan keyin aniqlik berishimiz kerak. O bo'lsa zodi ayni vaqtda sizni Kerem Sarang deb mustaqil atash o'zi sizningcha hozir nuqta aytgan chog'da to'g'ri deyish bo'lamdi yoki ayni vaqtdagi kishilarningki jamiyatning tushunmasligiga deb qarash bo'lamdi. Endi mana gapchi anaqa. Bizning jamiyatda hozirmi? Hozirgi reallik jamiyatdan sal farqli odamlarni Sarang yoki bo'lmasa Galvan yoki bo'lmasa boshqa o'xshamagan shuning taqdiriga qaylab ism qo'ydigan avvallar bizda bormi? Unda bo'lishi. Hozir bu bizning jo'grafiyalik o'rnimizning murakkab bo'lishi. Biz uzun yillar biz boshqa sirtkilar bilan bo'libmish Jibek yo'li aloqat qushlagandan keyin, suv yo'li ochilgandan keyin bir qo'shni mamlakatlar bilan emas, zodi qo'shni shaharlar bilanmi bizning munosabatimiz o'tib ketdi. Bizning cho'llik cho'ng'andan keyin masalan orliqi bizning qatnash qulaysiz bo'lgandan keyin, eshak bilan, tugu bilan, manda ot bilan boradigan bo'lgandan keyin berib kelishimiz, madaniyat almashtirishimiz oz bo'lgandan keyin masalan, mandajı qanchada Oqsuv bilan Qashqarning madaniyati 400 kilometr bo'lsa-mu, farqli qildi biz kichik vaqtlarimizda. Alaydi farqi bordi. Ularningki tafakkur qilishida, psixikasida, masalan, Oqsuvdan kelgan bir odamni biz sodiga deb oldiga chiqib, alaydi, kutib, yoki uzatsak, masalan, Oqsuv bor ekan deb yama uzunni berib, uzunni keldigan yerda ko'rindi. Shundan qaylagancha bizda har xil rang yo'q ekanda, madaniyat almashtirmagan ekan. Şu yerda yoki bir yerga berib kelgan, yoki bir yerga bir shay ko'rib kelgan odamning salli tafakkurida o'zgarish yo'lab, uning harakatlari, faoliyatlari sal o'xshamaydigan bo'lsa, buningga o'xshamaydigan laqabni qo'ygan gapda men menda yekillayman-da. Meni Sarang degan odamni emasdan yoki bo'lmasa. Bo'lmasa o chaqda bir joyga bormagan. Hozir o'ylab baxsam, asl Sarang emas ekanman. Masalan, men birinchi qitim Atishdan Urumchiga yo'lga chiqib Oqsuv 66 kilometr qag'ayada 66 deydigan bir yer bor. Shu yerga kelgan chaqda bir oshxona va lag'menxona. Ammo qo'sqim shunday ichib ketdi.
Ha, böyle yançıqımda bir 11 ko 12 ko pul var, putum tengal. Ama o pulni hejleydigan xiyolim yo'q demda. Bu pulni bir hayotlik ta'sir yetmesin ham, uni hejleydiganga bunda plan faqat yo'q. Ağzılarım gezeklab o'tirib ashraslar adam qaylab o'tirsam u deydi. Ularlik bunda oshning tom-tomlari emas, bu joqda ba'zi men saldiq, ba'zi mening tomijiq chiqdi. Ular tomlarini eshib qolganlarni bir ichiniga seliblam, seyning suyini quyiblam bana. He, men yeyib deb shunda deydi. Ama o'tdek yegim bor. Ama men uni nima deyimcha? Bizni kichkimizdan tortib dadam bir iliqi xalqning narsasini bekorga yeydigan iddiani mana yamaroq cheklab kelganlik uchun och qolsak ham shundan kambag'al u joqdalik biz Baydixon oilasidan bo'lganlikdan Baydixon oilasining pomishk oilasining turmushlari bektuventdi. Unda bo'lgandan keyin shunda tuvelligiga boqmay Baydixon oila degan burun cho'ng o'tgan odam emasmi? Ularda bir g'urur, xalqninkini bekorga yemaydigan mana g'urur asl dadamda bor ekanda. Pulingizni g'ururingizni aytib boy. Shuning bilan dadam shu dadamning shu tarbiyasi bilan cho'ng bo'lgandan keyin shu yerda menga oshining bekorga yegan, mana bekorga meni yeyita degan rozi bo'lib ba'simi? Uni yeyish menga men uchun hamda eng cho'ng azob hisoblandi. Hisoblanib men dedim chadaq yo'q dedim. O'tdek, men shunday demasam. Meni yegim bor, ammo men bekorga yemay. Desam unda bo'lsa 5 mo'cham berib beramiz deb chaqchaq qildi. 5 mo'cham yo'q desam, unda bo'lsa tog'da o'tanba akkili yutib yer dedi. Ha, men yutib shuni akkilib dedi. Men oldida akkili yutay dedim. Ma'qul dedi, shu oldida tog' bag'ri etamda. Tog' bag'rida o'tanbaki akkilib uni yerib, pichetdek qilib nima qilsam men qichilik yonib bir changal oshni, ravr oshni sepadi. Uni tepsiga seni, ondan sepadi. O yoqda sening suyini qo'ygandi. Shuni bilan shuni yeb yenib keldim. Shundan qaylagan chaqda hozir o'ylab boqsam saramiz kelmay. Demak, lekin ma'lum o'tgan chaqda hozirgi sharoitdan qaragan chaqda biz shu chaqda sizni sarang deymiz, ya. Chunki bu lag'mani yevilib o'tni akagan desa unimay. Baldir o'tinni aketib anki lag'ma yema deyishni o'zi bir saranglik. Ana qaylisa, amaliyotda bu men huzurlangan ish endi bu. Ammo bu nima desa, bu yerdagi sizniki o'zingizdagi dahshatli izzat, hurmatniki, ya'ni kishilik g'ururning kuchligidan bo'lgan ish bu. Cho'qim oldindan bir amgak qilib, anki buni yeyma degan bir g'ururingizning kuchligi. Demak, bu g'ururingizning kuchligi kishilarga nisbatan saranglik tuyulgan. Demak, bu yerda ayni vaqtda mening ko'z qarashimcha sizniki tafakkuringiz emas, balki kishilarniki axloq ko'z qarashdagi savallik sizni sarang deb atalg'i mutlaqan bo'lishi mumkin. Demakki, biz jamiyatning taraqqiyotini hamon bir qism odamlar o'zgartirib bordi. Ya'ni qahramonlar tarixni yaratdi deydi. Shuni ustidan qaragan chaqda men 15 yil burunlar shu Kerem Sarang degan gapni amaliyotda xato ekanligini o'zim tafakkur qilib hukm qilgan. Bugun o'zingiz e'tirof qildingiz, bu gap xato dedingiz. Demak, ayni vaqtda shuncha biz bugun sizni shu atalg'uning xatoligini bugun jamiyatga jakolishimiz kerak, a. Siz jismiga loyiq tijorat sohasidagi to'nilgan shaxs Kerem Atush. Ya'ni bu markani cho'qim siz tiklab chiqdingiz. Ya'ni mana aytgan joyda, moyatda aytgan joyda Atush degan nomningmi? Bizning jamiyatimizga taqishga rol o'ynadingiz desak bo'ldi. Demak, bayağı so'zlab kelib siz o'zingizniki amaliyot ancha-muncha o'qiganligingizni aytdingiz, ha? Meningcha 12 yoshda kelgusdi xotinlar qandoq o'titama deb vurliqqa odam nisbatan aytgan joyda o'qish deganning o'zi dunyoda eng ortiqcha bo'lishi mumkin. Boshqa o'qishning o'zini siz o'zingiz nisbatan bir yuk deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Shunga biz bu yerda bizning ikkinchi temada nuqtada so'zlaydiganimiz bir odamningki saviyasi, safosi yoki uning tafakkuri bilan bizning ma'rifning o'tirishga munosabat zot qanday bo'ldi? Sizniki o'qiyolmagingiz ayni vaqtda siz uchun foydali bo'lganmi yoki ziyonli bo'lganmi? Endi o'qiyolmaganni foydali deb hisoblamayman hozirmi. Ama mana bilim saviya, sapa cho'qim axloqning ustiga qurilgan vaqtda bu o'z alayligini julalashtirdi. Agar bilim, sapa, saviya axloqning ustiga qurilmagan bo'lsa, bu bunda insoniyatning qimmatini yo'qotadi.
Şuna andaylıqı, mandaca qanchalik, masalan, mening o'qimaganligimni men o'zim mandaylıqı. Yaman yaxshi avval men o'qimagan odamman, bugun kun keldi deb men tashabbus qilmayman. Ama iliqi manda o'qigan bilan o'qimaganning farqi masalan sistemlik bir maktabni bitkizib chiqqan yo bir dashani bitkizib chiqqan odam bilan mening farqim masalan bir sistemlik bir dashani bitkizib chiqqan odam bo'lsa ba'zi bilimlarni yoki ba'zi kasblarni egallashda u bir yilda egallasa bizning bugungi kelgan kunimiz bilan bugungi kunki natijamiz 30 yilda yetgan natija. Agar biz shu chaqda 10 yil sistemlik ma'rif, sog'lom ma'rif bo'lgan bo'lsa, bu sistemlik sog'lom ma'rifni tugatib olgan bo'lsa, hozirgi taraqqiyotimiz buningda ustun bo'lishi mumkin. Shunga mening tavsiya qildiganim nima desangiz, o'qimagan odamlarning o'ziga bo'lgan ishonchisi oshsa, mo'l bo'lsa, dunyoda qilolmaydigan ish yo'q. Ama o'qimasak mı dünyada annovashni qila oladi ekanmiz degan bexato ko'z qarash. Ama o'qimay qilgandan o'qib qilgani ham oson bo'ladi, ham afzal bo'ladi. Masalan, siz bir gapni dedingiz hozir. O'sha bilim saviya yoki sapa deganning o'zi cho'qim axloq usti qurilishi kerak degan gapni dedingiz. Mana gap masalan. Meniki ilgari bir savodishim bizning maktabda o'qigan bir maktab bor-a. Masalan, bizniki shu Markaziy Millatlar Universitetida o'qigan chog'da bir doktor bo'lgan bir maktabdishimiz. Doktorlikni o'qib bo'lgandan keyin, nihoyat yaxshi bir hukumat organlarida ishlagandan keyin, lekin uning axloqidan chatoq chiqib, idoradan haydab uni. Demak, u 18 yil o'qib, oxiri u biroqla vayron bo'ldi. Oilasini vayron bo'ldi, biroqla vayron bo'ldi. Bu yerda lekin siz aran 5 yil o'qidingiz, boshlang'ich 5 yil o'qidingiz. Ama siz bir yerde bir mesele, bir hakikatni siz oturup koyarsınız. O bolsa bilim, seviye, sapa, çokum ahlakın üstü kuruluş gerek dediniz. Ama yeni gelip mektepleşim 18 yıl okuyan, doktorlukla algan, savaklışı, sap mektepleşim, bilim seviyenin muşundan ahlak üstü kuruluş gerek diyen bu hakikatini his kılanmadı. 18 yıl okup. Demek bir yerde bir halklık bir mesele var. Siz 5 yıl okup, bunu his kıldınız. Hem ameliyatınızı gözettiniz. Yani birisi 18 yıl okupun ameliyatı göstermedi. Demek bir yerdeki mahiyetlik mesele neyin içindirdi? Demek bir yerde onun kalan 13 yıl artık okuyan okuşu onun tesiri gözetmedi diyen gibi. Bir yerdeki mesele neyin içindirdi ise, demek bir yerdeki tüp hakikat, yani insanın kallısı ki şu tefekkür hakikati, asli adamın kallısı buluş mümkün. Endi bunda gelmezsin. İnsan degan farqliq yashaydi yer sharida. Masalan, inson deganning inson jami shu yer sharininki xo'jayini. Jumladan koinotning xo'jayini. Nima qilsangiz, koinot va yer shari, tog' daryo, dengizdagi mahsulot deymiz, yer osti boylik deymiz, osmondagi kunning isitishi, oyning rang berishi bilan nimasi? Hozirgi mayli bilimlardan bayqaganda insonlar uchun xizmat qiladi. Demak, mushu insonlarningki koinotning va yer sharining xo'jayinligining isboti. Bunchola yo'g'on bir martabaga erishgan insonda jangalda jug'urib yurgan qalam, masalan, bunda yezilida eshak qalalı qalam, yo'lda mangmay bug'doylikni, bedillikni, bunda dastat, büsat mangada. Buningdan farqi emas qalam. Biz hem de yolda menişimiz gerek değil mi? Bunca mertebe erişken bir insan nime ölen bu çekleniş gerek bu? Bu aldı da ahlak olan çekleniş gerek. Eğer biz ahlak ile yüzümüzün faaliyetlerini çekilgen çağda bizden azrak bilimlerimiz olsa mı bütünlüğü öz rolünü tuluk cari kıldırdı. Benim de eğer bir adamın ahlakı olsa azgınan bilimi olsa mı? O ahlakның üstüde işletiyor da, o ahlakның üstüde işletiyor adam qana oldu olsanız, bu yer şarınınki insanlar xo'jayinligini biladi. Şuna ahlak bilan yer şarının qancha ahlak bilan paylangan chaqda isrof bo'lmaydi. Şuna bilimning cho'ng kichik bo'lishidan muhimroq, ama ahlakның üstüde qurilganmish.
to'g'ri. Bu gapni demak hozir ikkimizniki nuqtasi ikkiga bo'lyapti-da. Demak, siz mush haqiqatni teng cho'nqur his qilyapsiz degan gap. Xuddi Newton olmaning yer tushidan yer charning tortishini bayqagan o'xshash. Siz 5-chi sinf o'qigan bilanmi siz eng oddiy atrofingizdagi turmushdan bir yer shari ekologiyasini yoki yer shari ideologiyasini his qilyapsiz. Lekin mening yilqi maktabdashim 18 yil doktorlikni o'qib bo'lgandan keyin bu oxiri nurg'un kishilarning pulini qo'yib, axloqsizlik qilib bayram bo'ldi. Demak, bu biz endi bir narsani bu yerda o'ylab chiqishimiz zarur bo'ldi. U bo'lsa-mu, masalan, shu ilgari Gretsiyada o'tgan Platon degan bir faylasuf o'tgan. Bu Platonninki bu ideologiyasi insoniyatga 2000 yil ta'sir qildi. Uning bu ideyasining tub negizi nima degan chaqda dal boyman degandek, tabiatning qonuniyati amaliyotda sirtqi dunyoda emas, dal insonning qallasida bo'ldi degan narsa. Demak, bu ideyasi Yevropaga nurg'un yil ta'sir qilgan. Masalan, Einstein kishi vaqtida o'qigan vaqtda amaliyotda u izchil turda fizikni o'tamaydi. Edison maktab birinchi sinfda o'qigan vaqtda eng uniki aqliy iqtidor intayin tuvan bo'ldi. Lekin izchil turda uning tafakkuri taraqqiyoti bilan uning qallasida nurg'un dunyo haqiqatlari bayqaldi. Demak, bu yerda biz Platonninki shu nazariyasini bizniki jamiyatimiz bir anglab yiqish kerak. U bo'lsa-mu, dunyoning haqiqati tashqi dunyoda emas, balki insonning qallasida. Shuning izchil turda o'zini bayqash, o'zini izlash menimcha insoniyatning cho'ng yo'lmi ekan deb qarayman, ha? Men shunday qarayman. Bu shundan bilan birga sizningki amaliyatingiz bu nuqtani isbotlaydi deb qarayman. Uchinchisi siz shu kasb tanlash masalasi. Siz shu butkul dunyoning haqiqatini bayqab bo'lgandan keyin men sizningki bir gapingizni olgandim, ha? Ya'ni Kerem Atush ayni vaqtda chet elda turgan vaqtda men shu yurtga qaytib ketib shu yerda lag'ma yeb turib bir ish qilay degandi, ha? Bir og'ingiz. Demak, siz butun dunyoni aylanib, eng oxiri shu lag'ma yeb turib bir ish qilishdan iborat bir haqiqatni yana bayqagan. Demak, bu kasbni siz qaysi xil maqsad yoki sharoit tanlab qoldingiz? Endi biz kichik vaqtlarimizda Yevropada yashagan g'oyibati emasmi? Va chiqqandan keyin endi masalan bizga yoki yashaymiz deb yoki ko'chmay bo'lib chiqdik. Tijorat bilan chiqdik, shu yerda yashash jarayonida bu yerda biz beshimiz osmonga tegsimi, vujud bizga tava bo'lmagandan keyin, bizga tava rayon bo'lmagandan keyin, biz üsp yetilgan rayon bo'lmagandan keyin mana bo'lgan. Endi insonning eng inchki bunda g'ururiga tegadigan shu bo'ldi ekan. Masalan, bunda chiqqan chaqda bu yerda hech qanday ijtimoiy o'rningiz bo'lmaydi ekan. Asli inson bu yer sharining xo'jayini emasmi? Ama yani o'zi yashayotgan o'rinda o'ziga loyiq ijtimoiy o'rni bo'lishi, yani bu insonlarning mana aytgan joyda eng yuqori g'oyasi edi. Endi siz bir cho'ng bo'lgan bir muhitdan ko'chib boshqa yerga borgan chaqda qanday bo'ldi ekan desangiz, masalan bizning dehqon tilimizda o'tgan chaqda, masalan boshqa ish, boshqa bir yerdan bir otishga bir ko'chib kelgan bir odam bo'lsa, u mayli shu muallimning mesela şu jutning imom bo'lib qolishidan qat'iy nazar, uning shunday yaxshi axloq bo'lib qolishidan yoki shunday bilim bo'lib qolishidan qat'iy nazar, umid iliq chimita bir yerdan kelib qolgan, ko'chib kelib qolgan chimita deydigan bunday ko'z qarash bo'ldi-ku, bizdan bor masalan. Bu yerda albatta o'yadim bo'ldi. Mening kallamda o'tmagan shu bo'ldi. Men qabul qilmagan narsa shu bo'ldi. Chunki yerda biz qanchalik iqtidorli bo'lsak, qanchalik bilimli bo'lsak, yo qanchalik aloyligimiz bo'lsa, aşı muhitda biz ikkinchi darajalik odam bo'lib yashab, yaxshiroq bo'lsak da, bo'lmasa 3-4 darajalik bo'lib yashab, bunday qanchada asli bizning qimmatimizni, masalan, o'zimizning rayondagi qimmatimizni u yerda topolmaydi ekanmiz. Topolmagandan keyin biz ham shu narsadan u yerning go'zalligi, u yerning madaniyati, u yerning taraqqiyoti, u birisi bo'lgan munosabatlar, bunda yumshoqligi, siliqligi gap yo'q hamda. Biz o o'tkaldan o'tolmay, to'xtab bizga zaten şu yana kuchaq nasıl bunday ekan. To'xtab deb yenib kelib endi. Yenib kelgandan keyin ish endi bizga balla cho'nglab ketdi. Endi balla deganga ona bilan dadi billa turib tarbiya vermasa, billa cho'ngimiz. Masalan, bizning bugungi kunga kelib bizdan ezib ketmay, qalan 14 yosh vaqtida otishdan chiqdi. Qalaymaqa yo'lga menib ketmay, bugungi kunda mushunchalik o'rin tikilishimiz qalan. Biz 14 kishigacha
anamız bilan dadamızning o'rnida medilim aytgandan mayli u dehqon bo'lsin qaylan mayli qanchalik taraq bizdagi axloq qaylan shu oila deytilgan axloq boshqa hech narsa yo'qdi oiladagi axloq bizni qaylan shu otishda qaylan hech narsa chiqib boqmagan bir dehqon onam bo'ldi dadamni ay bizga bergan tarbiyasi qaylan bizni mushchaqligigacha ramka qilib saqlab bugungi o'rnimizni tiklashga Başının şu terbiyenin tövbesi var emasmi? Endi qaylan bizning bolalarimiz 13, 14, 12 yosh vaqtida biz onun endi ulanmaganligimiz bizni azoblab, to'xtabdi. Hem bu yerda biz hech nimaga erishamidik. Ya o'rnimizda bormidik. Hem o yerda bolalarimizni yontatmayni deb yenib kelib ballabıl dayiqamda ve öz rayonimizda öz alay chet elda yurishganda biz müşahede nurg'un alaylikning borligini, nurg'un madaniyatni iqtisod bilan bog'lab menib buning iqtisod uning og'ini oldiganligini bayqab asli biz tosh tushga yerida ezilgan biz shu yerda ish qilsak mavadikidan yaxshi go'zal qila oladi ekanmiz deb yenib kelib enoyag'iz tanlagan kesib bor. Demak, bu yerda siz shu yanla kishilik qadr qimmatning mo'yimligini his qilgan. Masalan, nima degan chog'da bir odam birinchi qadamni bosgan chog'da ikkinchi qadamning qanday bo'lganligini bilish bilmasligi intayin muhim. Yani oldingi qadamniki ati bo'lgan ishning qanday bo'lganligini bilish intayin cho'ng aql deb o'ylayman. Boy bir gapni qildingiz, mening ota-onamniki bana bergan tarbiyasi intayin muhim bo'lgan. 14 yoshgacha butun shu tarbiyani ipag'an dedingiz, ha? Demak, men boya bir og'inamni siz bilan selishtirib, Platonniki nazariyasi bo'yicha haqiqat insonning kallasida dedim. Amaliyotda mushu xil haqiqatni bayqash iqtidori birsi kallasida bo'lish bilan birga ota-onaniki, ya'ni oila muhitining eng dastlabki qadamda uning kallasini g'idiqlashi yoki uning ta'sir ko'rsatishi intayin muhim. Bu ikkinchi nuqtani deb his qilsak, menimcha intayin muhim, to'g'ri bo'ldi, ha? Masalan, oila ma'rifiga qarang. Men masalan, Chinxoda shu, Beyjingda shu yoki Xavfda shudan o'zim shaxsan oila muhitini buni aşıldımmı muhim ko'raman. Chunki oila muhiti shularninki uli. To'g'ri. Bir uyning, bir binoning ulimizda ekan bo'lmasa, ustini egizlab sog'lom qo'ygan olmaydi. To'g'ri. Oiladagi ma'rif, oiladagi muhit yaxshi bo'lmasa, qaylan u Xavfda shuni siz qalbilik oyoqlash turgan chaqdimi oyog'idan chadaq chiqadi. Men bilishimcha, hozir sizniki Miraj restoraningiz yoki tez tomoqxonangiz Urumchidagi eng bangliq korxona. Hozir qancha odam ishlaydi butun korxonada? 230. 230 odam ishlaydi. Umum bo'lib qancha mablag' sarfladingiz butun korxonada? 30 milliondan oshdi. 30 million ortiq mablag' oldingiz. İlk 11 koyunu testi xərcləyə vaxtınız yoki qat'iy xərcləmədiyə vaxtınız daim əslab turuşunuz mümkün, ha? Ya o degan yüzümüz xeyəcək. Ma pul tapıdınız. Demək, məşğulluq etqan çağda siz məşğulluq çoğun nəticəni qazandınız, amma lekin siz eyni vaxtda kəsbini tanlayan çağda, bulub aşpazlikni, restoran arqılı pul tepişini tanlayan çağda siz bu kəsbiniz bədən yanıla etqan çağda kəsbi emas, ama? Kəsbi emas. Ondaqda qaysı xil ruh, qaysı xil ictihad bu xil yolunuzni ravatlaştırdı. He, aşpazlikni tanlasam, ailemden tartib əlaqəni tanış bilishni en az qarşı çıxdı. Qarşı chiqqandan keyin menda mana narsa bor. Ikkilanib qoldim endi. Qilmayman bu kesni. Ikkilansam ham shu qarshi chiqsa, ikkilansam ham qilmayman. Ama hamma odam qarshi chiqsa-mo, yana kuchaydi meni. Buning bo'lgan mana ko'z qarashim, ya bu hukumatida mali bilmadi deb yana texmi bu tabiatingizning bir narsa urushga boshladi. Urushga boshladi. Qarshilik bo'lgansiz ish bo'ldi. Bunda endi bu yerda mana narsa-chi. Akşamda tefekkür kıldınız. Ettiğinde kupap ameliyatı maslaştırır. Ameliyatınız ne? Siz normal edip verişiniz gerek. Mesela şunda gayz ki adamdan uncuola ulu var gayz var adam hadi ezip gittiğim bir küçük bir dokmuş var mı? Ettiğinde şunda kupap paylap gelip kusap açtı. Jigimi on go çay iç gerek dana yok. Bir adam 100 go kalan bir jarı bəzəyin əkilib qalan. Da soğuq күлді таза етіліп, сетіп qalan. Жигеми көй пайдалап, азырқы тұрмышыңызды қамдап тұраш, бек мұйым мәсілі. Ama yakında uzunluk gayeniz var demez mi? Ben bəzəyi satamdım ama ben nemiş qıldım bir yerde degenden kelim, insan ezip gitti qalan. Çünkü gayeni saklamaydı. Gayeni saklamaydı, pul haş olmaydı. Şuna, kancıra gaye qıysanız meyle. Ama faaliyetleriniz qalan, əməliyyatki maskesizlar, haqni gözünüz set görünmeysiz,
Ana g'albidanmi siz jiroq emas. Demek bir yerde ben sizdeki bu fikrinizin nispeten bir nersini oylap kaldım. O bolsa bayı dediniz bizdeki atışta şart-şaraytın intihar qattiqligi, nurg'un kishilarni tijoratga majburligi. Hem şuna bilan birga ularning sirtqa chiqib dunyoni kezishi sababchi bo'lgan. Mushu sababli, yani shart-sharoitning qattiqligi sababli nurg'ulg'an kishilarni intayin realni, intayin obyektiv qilayotgan bo'lishi mumkin. G'oyalarini reallik o'tirish tanishmay, nurg'un odamlar o'zida unda yuksak g'oyalarni o'ylamay, eng konkretni, eng amaliy yashashga g'alati keltirib qo'ygan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz shu fikrni qo'shilamiz. Ha, mana gapcha. Ammo mana eng g'oyalarini tafakkur qo'yib berib etmay, amaliyatchan bo'lib ketsimi, men qo'shilmayman. Mana chiqadi. Butunlay amaliyatchan. Bu yil hozir otishga nisbatan kuchli deb o'ylayman. Siz shunda qo'shilamisiz? Biz atishni reallik ko'z qarashimiz kuchli. Biz zada har qanday narsani amaliyotdan topmasak xotirjam bo'lmaymiz. Haqiqatni amaliyotni izlaysiz. Haqiqatni amaliyotni izlaymiz. Ya'ni haqiqat degan pul. Ana mana gap, u bundan mana gapcha. Mishayda bir taklif qo'yganim, atishlikni mana deycha. Atishlikni mana pulga yurish qilib ketgan deydi. Biz mana gapcha, miyada bir tushuntirib qo'yamiz. Pulni biz muhim ko'ramiz. Gap yo'q. Hech kim tash etmaydi. Ama böyle bana ne söyleyeceğim? Pul qattiq muhim amil insonning hayotida. Bularmi shu maddiyat, hozirgi reallik jamiyatda qaylan kim tashlaydi? Hamma odamga muhim. Va diqqat qilgan bir yavada, bu pul barligimiz emas amma. Barligimiz ulab kelib qolsa, mana bo'ldi. Pul bilan insonning aloqasi qanday bo'lsangiz, pul bizga xizmat qiladigan bir omil. Mana qanchada bizning bir malay bu. Qanchalik no'chulab ketishidan qat'iy nazar, pul insonlarga xizmat qiladigan bir malay. Buna qanchada. Agar siz shu o'rnidan medilatmasangiz, ish nima qilamaysiz sizni bu. Agar siz pulni yomon cho'nkirib, o'zingizdan ustun qilib, pulni xo'jayinlik o'rniga qo'yib qo'ygan kuni tugashkiningiz shu. Pulni xo'jayinlik o'rniga qo'yganda qaylan g'ururlaringiz bilan o'ylashmaysiz. Axloqlaringiz bilan o'ylashmaysiz. Pul uchun hamma va'damidan voz kechasiz. Bizning otishlikni hamda mana saqlab qolgan narsa emas. Shunaqa yo'q. Pul desangiz qaylan oyga chiqmas. Gap yo'q. Ammo pulni nima qilamiz? O'zimizga hechlamasligimiz mumkin. Masalan, men o'zimga hechligan chaqda qo'lim titrab hechisi mumkin. Butun otishlikning turmushlariga qarab baksangiz, mush narsa gavdlanib chiqadi. Otishlikning oilalariga mehmondorlik qilib beqab. Shunda ching otishlik nima ish qilsangiz qaylan? Mehmonga qaylan sarxil dasqonlarni selib. Aş eng chingis odamninki, eng pis odamning uyga chiysangiz qaylan? 4 xil tamoq yetkazdi sizlar. Mana qaylan. Bu nima ish qildi desangiz, bular biz otishliklar nimani bayqagan desangiz, hergiz munib qolmagan bir yama. Annavasimiz bo'lmasa, bu ko'p sondagi emas. Pul bizning mulozimatga barligimiz emas. Barligimiz emas. Bayligimiz. Demek bizdeki şu atışınki umumiy ahvolni qanchada atishdan birinchidan şu divanı çıkmaydı. Biz shundoq nisbatan aytganchaqda %90% shundoq hukm qila olamiz. Mening atishni tekshirishimcha. Ikkinchidan atishdan ko'p sonda 90% qora ishlam chiqmaydi ekan. Endi bu hodisa menimcha izchil turda bizning diqqatimizni tortib kelayotgan bir masala. Endi mushuni aytganchaqda bu dal boyiga aytgandek atışınki balı terbiyesi bilen intay münasebet bir mesele deb qarayman. Yani atışdagi oil terbiyesi bilen. Şu başka muшу nuqta aytganchaqda biz bir xil alayda andiz bor deb qarasak bo'ladimi? Endi gapni rostini qilganchaqda men o'zimni atishlik bo'lib, atish tarbiyalanimga faxrlandim. Ammo Şinjandagi sharoitda farqliq desak bo'ldi, sal farqli. Ama mayli atishlik bo'lsin, mayli bizmi Şinjanlik, Uyg'urlarning hammasi. Bizning endi biz butun dunyo kezib kelgandiki, hozirgi ko'z qarashimizda o'zgarish bo'ldimda. Biz qaylan shu cho'ginni ichiga chirib elib, cho'g'ichidan qaylab osmon mushi degan vaqtimizda bizning atishning bal tarbiyalashlarini eng ilg'or deb hisoblaydim masalan men shaxsan.
Ama can kezip kelgenki bugünkü günde bütün Uygurlarning bal tarbiyalashini mi? Mana chaqanchada bizning balı tarbiyaleymiz demay, balı beqivatimiz desak mas keldik hozir. Chunki balani hayvon baqadan atash etmaydi. Tarbiyalash bosqichi ko'tariladi. Tarbiyalash boshqa. Bu bal tarbiyalash degan qalang, mana chaqanchada bal tarbiyalashning eng oddiy bir qismi. Sizning harakatlaringiz balangizga ta'sir qiladi. Tarbiyasingiz ta'sir qilmaydi. Siz balangizni qanchalik tarbiya qilib, tarbiyasingizni qabul qilmaydi. Siz nima ish qilsangiz shuni qabul qiladi. Bizning qilayotgan ishimiz tarbiyaga loyiqmi yo bolalikqa loyiqmi? Masalan, mening gapimga ko'z qarish odamlar mushunday bayqab baqsa bo'ldi. Bizning mana bolamizga qanday tarbiya qilishimiz o'ylashmaydi. Biz qanday harakat qilyapmiz? Balamiz shuni o'rganadi. Shuni o'rgansa, ashnanga rozimi biz? Rozi bo'lsaqlam, bola tarbiyalamay beqib etibdi degan savol shu yerdan chiqadi. Bu fikrimizga men bu qo'shilaman. Nima ishga deganlarda biz buni butun shu endi biz otishniki bal tarbiyasidan halqa hozir sizning fikringiz bo'yicha biz Uyg'urlarningki butkul millatimizniki bal tarbiyasi yoki oila tarbiyasi masalasiga o'tdik. Endi bu yerda sizning ko'z qarashingiz, demak bizniki bala tarbiyamiz balı beqish darajasini bal tarbiyalash bosqichiga ko'tarilmaydi dedingiz. Men umumiy bizniki ideologiyamizdagi shu masalalar izchil turda o'ylab ko'rgan. Ya'ni tarixda bizdan Uyg'urlardan bir faylasuf chiqib yoki bizda shu o'ziga xos tafakkur yo'li ochgan odamlar chiqmoqmi? Ammo bizdan qanday odamlar chiqqan? Izchil turda bizga nasihat qiluvchilar ko'p chiqqan. Bizda didaktika intayin kuchli. Bizda masalan bizning Yusuf Qazojibning qutatqu bilikdan boshlasak, biz 1000 yildan yoqib bolalarga faqat nasihat qilishni birinchi o'rin qo'yamiz. Barliq bizning klassik asarlarimiz qarasaqmi, hammasi faqat bolalarga nasihat qilish. Cho'qim bilimlik bo'l, bilim ol, andaq yasha, mundaq yasha degan gap. Lekin shu gapni qiluvchi ota-ona shu xil harakatga o'tmagan. Natijada butkul jamiyatda umumyuzlik qo'zg'alish, boladan ota-ona o'tirishga o'rtaq qo'zg'alish ham tarbiyalash shakllanmagan. Shunga men shu nuqtada nazariya jihatdan men shunday tushundirsak bo'ldi deb qarayman. Bu gapimizning asosi bor. Lekin bu yerda mana gapcha bu zodi bizningki bolalarimiz. Eng muhimi shu bizlar tug'ilgandan tortib ana ul dadil bo'ldi emasmi? Tug'ilib ana ul dadil bo'lgan ekan, buning harakatlarini ko'rib o'rgandi emasmi? Shunga ota-onalarningki ana sapolik bo'lishi ya sapasiz bo'lishi balani shunday qilib tarbiyalab qo'ydi. Shunga shu ota-ona bek muhim rol o'ynaydi. Demak, ovozsiz tarbiyalash. Buni aytjaqda men shu Xalmurat G'ofurninki onasini ziyorat qilgan chaqda shu gapni deganda, siz bolangizni qanday tarbiyaladingiz desam, men ovozsiz tarbiyaladim degan. Bu ovozsiz tarbiyalash degan nima desam, men ish harakatim orqali tarbiyaladim. Xalmurat mening ishlarimga qarab, mening tatiyotgan jafolarimga qarab, mening tirishchanligim atdigan soat 6da o'rnimdan turib, balalarni o'rinlashtirib, maktabga kirib dars qilgan amaliyatimga qarab, Xalmurat tarbiyalandi. Men balamga andaq o'qi deb baxmadim degan. Demak, nazariya jihatdan bizning butkul millat xarakterlik. Biz oldin balalarimizga nasihat qilish emas, balki o'z amaliyatimizni birinchi o'rin qo'yib, harakat orqali tarbiyalashni ipirish menimcha zo'r bo'lishi mumkin. Undan boshqa biz umumiy millatningki oila tarbiyasini yetishdan boshqa boyi bir nuqtaga gavlandik. U bo'lsa bizniki otishda mening bilishimcha har qanday bir bola kichik vaqtida cho'qim ma'lum narsani uydan taloq ochib setib kirishni majbur qildi ekan. Mushu xil majburiyat bor. Men mushu bizniki Urumchidagi xeyli katta ziyonlarningmi, otishliq ziyonlarningmi, amaliyotda kichigida nurg'ullarningki gazir setib baqqanligini, nurg'ullarning olma setib baqqanligini, buning otasiga kelgan majburiyat ekanligini aniqlab chiqdim. Ya bunda masala bor. Otishliqning nimasi bor? Abiyatimga yana muhit bordi bu. Heliq muhiti cho'ng bo'lgan ekan, qarang, bizga qalamda ishlarga ya bo'lmagan ekan, teriydigan. Boshqa bir kirim bo'lmagan ekan. Bu kichkidil yetilib ketgan. Bu qalang bizning Uyg'urlarniki bor. Ko'yga yamanmi, ko'nganmi desa ko'ngan deydi. Buning ko'ngan gapdan qalang. Otishliqning bolalarningki boshqa yerlikning ko'rib farqli bir ish kuch yeri bor, qarang. Biri otishda mana gap qalang. Otishda o'zaro balla urishib qolsa,
ata-onalar arig'i yemaydi. Ama şart var. Tayak yap yemaslik kerak. Tayak yap yese öyle yani hoşap yeyden de. Yani bir ziyan tatып kirmeslik. Ziyan tatып kirmeslik gerek. Ona ilk sebep şarayet qaylan. Bizning nemede tayak yap yese qaylan, ziyan tatып yese bizde qaylan yani bo'lsak nipit yo'q chiqadigan vada. Yoki bo'lmasa mındaqli qo'limizni uzatsak bir Enjüdün başka narsa yok. Enjüdün başka narsa yok. Enjü degende bir kun saqlagan olmay qaylan atisi yo'q u. Başka kirim bo'lmagan ekan, ma masala qaylan. Farqli yeri muhit bilan munosabat bo'lib, endi yetilib qolgan gap, kunab qolgan gapdan. Buni endi tashlash uchun qaylan muhit almashtirish kerak. Atish tilli cho'ng odam bo'lsa qaylan urinmas, bizning bolalarimiz shu mana hozir masalan chiqqan chaqda shu. Biz ani bunda qilmadingmi, nech pul oldi, nima sotdi, nemish bakashdan talashmay olding va bu 2 mo'chellik narsani sen nemish qilib 3 mo'chenga olding. Mush tarbiya qaylan ashi avtomatik shakllanganlik o'yda. Her qanday muvaffaqiyat qozongan faoliyatning cho'qim uningki bir intayin alayli taraf bo'ldi. Shu xil alaylik bilan u muvaffaqiyat qozondi. Shuning uchun otishlarniki bugungi davrda bizning Uyg'ur jamiyatida emas, balki butkul O'rta Osiyo bizning tijorat sohamizda muvaffaqiyat qozonishi, ko'p nisbatda muvaffaqiyat qozonishi amaliyotda mushtaq to'g'ri savdo ideyasining bo'lganligidan bo'lishi mumkin. Shunday deb tonish bo'ldi. Demek hazır siz Ürümçideki bizning yemek-içmek sohasidagi cho'ng korxonchi, ya'ni Miraj savdo cheklik yemek-içmek savdo cheklik shirkatininki deydi. Bay aytdingiz 240 yaqin xizmat qildi. 240 bundan boshqa siz bu yerda intayin g'oyat zo'r alayida, masalan, cho'ng Miraj do'koningizda mening ko'rishimcha intayin cho'ng Uyg'ur madaniyatini yemek-içmek so'riniga olib kirdingiz. Endi biz sizden en ahırı biz tahlil qilgan nuqtamiz endi demek bizniki milliy korxonchilarimiz bizniki taqdiri yoki ularning kelgusi yuzlanish haqida biz ko'z qarashtiramiz deyishimiz kerak. Bo'libmi bu sizniki intayin ko'p o'ylaydigan nuqtangiz. Meningcha mushu sizniki milliy madaniyatni yemek-içmek sohasiga olib kirishingizning o'zi bu korxonchilik bizniki milliy korxonchilarimizning kelgusi haqidagi bir yangi o'yinishingizning boshlanish nuqtasi bo'lishi mumkin. Madaniyatning egilik huquqi bo'lmaydi, ishlatish huquqi. Meningcha bu sizning yaqinda erishgan ko'z qarashingiz. Men asli mana gapcha. Buni masalan men asli mush madaniyatning bundayligi sirt taqab ketishini, o'zimizning madaniyatimizni, o'z madaniyatimizni qo'g'dashni mana qilishni men alohida tavsiya qilib, madaniyatning burun menga endi odam madaniyatni ham mana gapdan haqla. Men aslida biz shu Mirajni qo'ygan chaqda biz bu Uyg'urlar madaniyati, mush Uyg'urlar madaniyati bilan bozor topamiz deb qo'ygan edi. Faqat demak, bizning burun mana gapda emasmi? Biz an'anaviligimizni, ba'zi madaniyatlarimizni bozorga selish bizningki g'ururimiz to'g'ri kelmaydi deb bildik hamda. Emasmi? Bu madaniyat bu pul bilan bağlash, pul bilan buning o'rni o'lchash bo'lmaydi. Buning asli bahosi yo'q bo'ladi deydi. Tushunamizmi? Mana reyimsiz bozor egilik kelib bizni qaylan. Mayli to'g'ri bo'lsin, mayli xato bo'lsin qaylan. Bizning madaniyatlarimizni qaylan. Iqtisodga yuzlantirib qo'ydi. Bunday yuzlantirib qo'ygan chaqda siz bu madaniyatlaringizni qarang. O'zingizning iddiyangizni saqlab qeliversangiz, qanday bo'lsangiz bu madaniyatingizni boshqadan foydalanib iqtisod unim elib qaylan. Shikar qum uchun chaynagandekdan o ishi tatliq yerini ichib olib, qog'a yerini tashlab manganda. O'zimiz qiysoqchi desangiz, buni asrab mangamiz endi. Shunga ana gap. Bozor egilik lazım, korxona madaniyatini deymiz, shunday. Men yaqinda masalan shu Jungo hukumatmi hozir madaniyat mablag' solamiz da'vatida mushinandan elib aytgan chaqda mushu madaniyatni bozorga moslashtirish, har bir millat o'z madaniyatini bozorga solganda buningda o'zidan buni ham qo'g'dab asrab selish shakllandi. Buna gapimda insonlar iste'molchilarningki iddiyasi qanday bo'ldi desangiz, o'zida yo'q bir narsani iste'mol qilishga turmush yaxshi bo'lgan sari intildi. O'zida yo'q bir narsani iste'mol qilishga intildi emasmi?
ve de biz öz an'anaviligimizni, öz madaniyatimizni joriy qildirib, o'zimizning alayidligini gavlandirib, bozorga chiqsak, bozor tepishimizmi yaxshi bo'ldi, raqobatchimizmi ojiz bo'ldi. Ben sizinki bu gapingizni anlagan chaqda demak biz bunda tafakkur qilsak bo'ldi. Dastlabda siz boyiq nuqta aytgan chaqda yani madaniyatni bozorga yuzlantirish bu nihoyatda bir umumlashgan ko'z qarash. Madaniyatni bozorga yuzlantirish. Shu nuqta aytgan chaqda sizning bu menimcha birinchi qadamdagi ishni boshlash ideyangiz deb o'ylayman. Ikkinchi qadamdagi ideyangizni boyiq degan gapingizni men hozirgi eng zo'r yakuningiz deb qarayman. U bo'lsa madaniyatning egilik huquqi yo'q, ishiltish huquqi bor degan narsa. Bu menimcha bugungi dunyoning yer sharilishi, madaniyatlarning bir gavdalishi, giralish oldidagi bir intayin cho'ng ideologiyalik hukm deb qarayman. U bo'lsa dunyoning har qanday yerdagi madaniyat, har qanday odam uningga egilik huquqini yurgizmaydi menga. Faqat uni bayquvchilar, uni ishiltish huquqini yurgizsa bo'ladi. Demak bu yerda nima bo'lsa, madaniyat insoniyatning o'rtaq narsa. Har bir odamning madaniyati, har bir xalqning madaniyati butkul insoniyatga o'rtaq. Boshqa bizda inson tabiatiga xoslar har qanday madaniyat obyektisi bo'lsa, biz buni cho'qim ilg'orlik bilan qabul qilishimiz kerak. Ham o'z madaniyatimizni, rayon madaniyatimizni rivojlantirishimiz kerak. Menimcha ayni vaqtda shu Ipak yo'lining markazi bo'lgan, dunyodagi eng cho'ng quruqliq Osiyo quruqligining markazi bo'lgan Xinjiang mana bu shunday Ipak yo'lining markazi bo'lish nuqtasidan to'rt tarafdan kelgan butkul madaniyat bilan uchrashib, Uyg'urlarning buyuk madaniyat tarixini barpo qilgan. Shuning uchun bugungi dunyo ikkinchi qatam yana yer chorlishyapti bu. Madaniyatlar giralishyapti. Shu holatda meningcha siz iliq tafakkuringiz bilan boy aytgandek bir yangi hukmni o'tirib qo'ydingiz. Bu bo'lsa madaniyatning egilik huquqi yo'q. Ishiltish huquqi bor. Meningcha buni men yaqinda bayqadim Yaponiyada. Bu yıl bir şikayet aldı Japonya'da seferde biz mesela bir karxanaga vardık. Bu Malaysia kançada Japon'un bir tamak çıktı. Bütün dünyaya taqavatı udon men deydi bunu. Japon'un lagmen hamda. Biz hamda şu zavodni hamda ekskursiya qilib bordik. Borsak u bizni shu chen degan chaqda bu tamda mayboya resimli vaket. Bu dedi mana deycha. Bu lagmen deydi bizning emas deydi. Bizning emas. Bu deydi. O'z vaqtidagi Ipak yo'lida Chosugo deydigan bir davlat bo'lgan. Shu yerga bizning Yaponiyadan bir royat shu yerga bilmish yo'g'ini olgan. U yerda 18 yil turgan. Turish jarayonida mush lagmenni o'rganib kelganda mayboya resimlarni bunda burutluq, bunda Uyg'urlarning bunda ximiyalar bilishayotgan resimlari sizib o'tirdi. Mana mushu Chosugo Müşahidin mana bizning royat mush lagmenchilikni bilim eşi deydi. Buddizm bilimini eşiğine varganda. Yani Kosan dövletiga. Chosugo degan meni surishti qilsam, hozir kuchani asos qildi. Kosan. Mishaga bilim eşiğine vargan. O diniy bilim eşiğine vargan. Ama şunun bir vaqtda bu lagmenni bu o'rganib shu o'z mamlakatiga olib ketgan. Ujan oldi Yaponiya lagmen bo'lmagan. Bu yaponlar o'zlaridan gap ma'lum. Meni o'ydirib chiqqan gapim. Deb kelib mana matrapda bir necha yaponlikning puti bilan ximiya yig'irayotgan. Resimni yana mayboya bilan sizib qo'yapti. Ma'vo deydi. U chaqda edi bu Chosugoning odamlari kuchli bo'ldi deydi. Shunga bo'lib qo'lidilib ishtirok qilgan bu ximiyani deydi. Biz ojiz bo'lganligimiz uchun biz putimizni yo'g'irgan deydi. Shunga 1300 yil bu lagmenni biz putimiz bilan yo'g'irib yedik deydi. Bugungi kunda butun dunyoga buni biz ramen dedik ya ular. Ramen dedikken ama hazır Cungu mekanizm olarak udon meyanda kullanıldı. Muş ramenni bütün dünyaya yapıllıkını olup taqavadı da. Asli bu bizning emisdi. Asli bu mana chaqanchaqda bu Chosugo bu kuchadin bag'an deb bizga tushuntiradi. Bu yerda men ikki narsani bayqadim. Birinchi, yapıllıkning samimiyati bizni ta'sirlantirib özlükimizden bunu hürmet qilmaslikqa hech qanday asosimizning yo'qligini ifodalab qo'ydi. Ikkinchi joy desangiz, anaqda men nimani bayqadimsangiz, madaniyat deganda ishlatish huquqi bor. Egilik huquqi yo'q.
Aşı özü samimilik bilen bu Uygurlarning kiti deysem o dünya nimde kulu kaladı ne? Yapıllıkla da kulu kaladı. Biz karxanachilar nima ish qilishimiz kerak buning da o'zimizda bor ben niyat ne? En tuz surat bilan tutish qilib buni o'zimiz taraqqiy qildirsak, buningki meg'izini o'zimiz chaqsak, bakajidan makaga erib charchab qaylan. Masalan, Uyg'urlarningki karxanasiningki hozir mana qaysangiz mana yuziga qaylasangiz mana xo'shuladigan nasl yo'q. Qalang karxana degan narsa Uyg'ur tarixida eng avjali qurilyotdi, shakllanyotdi. Shunday yaxshi bo'ladi. Shunami? Ammo keyingi qaylasangiz menga ta'did tushidimdi. Nima ish qilsangiz? Biz qilayotgan ishni annovasi nima bo'ladi desangiz, hozirgina men bunday cheklamayman masalan o'zimda. Nima ish qilsangiz masalan mayli televizor bo'lsin, mayli Cayon diyençiliğine, meylik kişimliklerimizden anlavaz nima bo'lib kelyapti desangiz, bu qaysi bozor, bu nima ish qilyapmiz? Biz bu 1 milliard 450 million nufusi va shunda butun dunyodagi hamma odam ko'z tikayotgan bir bozorga mayli taraqqiy qilgan bo'lsin, bo'libmi? Taraqqiy qilganlar eng ko'z tikayotgan bir bozor. Nada? Bunimizdan yendilla bu bozor. Mana biz nima ish qilyapmiz desangiz, biz o 1 milliard 450 million bazarni o'ylashqinimiz yama az. Biz nima ish qilyapmiz desangiz? Asosan o'ylashmadik. Nima ish qilyapmiz desangiz? Aşağıda bir markani yasaplam oyoqqa shu yerda tikizbek kelyapmiz, kiyimni shu yerda tikizbek kelyapmiz, televizorni hamma shu yerda kelyapmiz. Ama markasini chaplab. Buni ishkir ishlab beryapmiz. Endi bu qanday bo'lsa, bunda qilganlik maqsad nima bo'lsangiz? Bizning Uyg'urlarda mana bir hissiyat vardı. Yüzümüzdeki iken, bizninki iken deydigan hissiyattan faydalı ne? Yüzümüzden bazarını yardım etmemiz. Bu 10 milyon, 1 milyar 450 milyon nüfusu var bir bazarda 10 milyon en kembag'al bo'lgan bir bazarni talashyapmiz. Sedaq yo'q. Bu ne mana vaqtliq talashishga bo'ladi. Nima ish qilsangiz, biz korxona yuzdan shakllanmagan burundan tortib, korxonaning sistemalarini quruvag'icha yoki bo'lmasa o'zimizning madaniyat aloyidligimiz bayqig'ichilik buni haqiqatan bu Uyg'urlar boshqa odamnikini yeyizmi yeydi ekan, boshqa odamnikini ishlasimi ishlatadi ekan. Hozircha ma'noda ishlatib turib, biz ma'noda bir ulrasli bile eling qana qilmaysangiz, o'zimizning aloyidligi bilan, o'zimizning mas'uliyati bilan 1 milliard 400 million bozor ko'zimizni tikib, andin teng baraman bo'lamiz degan mana nishonlarimiz bo'lsa, Uyg'ur korxonalarining chiqish yo'li bor. Agar ya mushu bozorlar biz bo'lib desangiz bu 10 milliard 30 ming hozir masalan, hozirgi statistikada 10 milliard 30 ming Uyg'ur, masalan qozoq buni qo'shsak maqo 15 million mi bo'lsa, 20 million mi bo'lsa, 20 million eng kambag'al bir bozor. Iqtisodiy kirma eng to'yin bir bozor bu. Endi bu yerga korxonachi asli 10 bo'lsa hozir 100 bo'ldi. 100 ming bo'ldi. Mini 10 ming bo'ldi. 10 ming bo'lgandan keyin mana bu korxonachi iste'molchilarning saviyasi oshadi. Bizning nima ekilib, nima ekilayotganligimizni biladi. Ularningki iste'moli boshqa yerga yuzlandi. Anandan keyin jo'ysangiz, bizning jo'ysangiz korxonamizningki soni oshadi, bozorimiz ojizlaydi, shuni halokat pushlaymiz. Enanda qana qilmaysangiz, biz mush hozir o'zimizning aloyidligi bilan yomon boshqa dashni ojiz yo'q. Masalan, bir mo'chellik narsa bo'lsin u yoki bir ko'ylik narsa bo'lsin, bizning mas'uliyatni mush 1 milliard 450 million bozorga selib olish nishonini tutsak, mushuningga tadqiqot elib borsak, mushuningga ko'ngil bersak, cho'qim qiyin bo'ldi. Mushuning bilan biz Uyg'urlar korxonasining ikkinchi qitimliq uzun umr ko'rib olqish xarakterli narsa mush ideyadan matafakkirdan keladi. Demek bir bizdeki milli korxonchiligimiz to'liq yaxshi bir fikrni o'tirib qo'ydingiz. Bo'lsa biz cho'qim hozir bizning umumiy korxonchilarimizning ideologiyasida masalan bizniki ishkirninki mahsulotlari orqali Uyg'ur bozoridan pul tepish, ya'ni bizniki rayonimizning bozoridan pul tepish.
amaliyotda biz ideologiyani endi o'zgartirishimiz kerak ya. U bo'lsa-mu biz o'zimizning mahsuloti orqali shu jungodan iborat cho'ng bozordan pul tepish. O'sha xil ideya o'tgan chog'da endi bizning korxonachilarimizning istiqboli bo'lishi mumkin. Meningcha bu xil nimishga degan chog'da bizning hozir davlatimiz intan yuqori sur'at taraqqiy qilyapti-da. Meningcha jungo hozir dunyoning qiziq nuqtasi. Biz boya aytdingiz bizning burnimizdan osib turgan bozor dedingiz. Bizniki jungo hozir dunyoning qiziq nuqtasi. Masalan, bizniki biz bir o'qituvchimiz, angliyalik bir o'qituvchimiz shunday gapni qilgan. Hozir biz Angliyada, masalan, men Ispaniyaga kirib keldim desak, ha deb qarab qo'ydi. Turkiyaga kirib keldim desak, ha deb qarab qo'ydi. Lekin jungo qo'ydim desak, qandoq bording, qachon bording, jungo qandoq keldi deb so'rab ketdi dedi. Demak, jungoga butkul dunyoning, Yevropaning hozir ko'zi tikilyapti. Ya'ni bo'libmi, mablag' soquvchilarning. Shuni qanchaqda bizning qishimizda mana shunday g'oyat zo'r, ya'ni bizning davlatimizda mana shunday cho'ng bir bozor bor. Shunga ideologiya jihatdan shuni o'zgartirish kerak. Demak, sizniki 30 million mablag'ni selib, oshxonangizni milliy madaniyat bilan bezab, ondan butkul bozorga ichayotganingiz hozir. Menimcha shu xil ideologiyaning turkisi bo'lishi mumkin. Ham shu xil boshlamchilik bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda eng oxirida sizniki ayni vaqtdagi shu oy kunlarning nima uchun paydo bo'lganligini uqamagan ideyangiz oxirgi butkul millatninki yoki xalqimizningki mana cho'ng ideologiyasiga nisbatan ta'sir qiladigan tafakkurlarni paydo qilyapti-da. Demak, inson tafakkur qilib turdi ekan, menimcha cho'qim o'zi jamiyat va dunyo haqida yangi yuzinishlarga ega bo'la oladi. Menimcha dunyodagi eng ahamiyatli yashash shu bo'lishi mumkin. Mayli u milliard pulga boy bo'lsin yoki oyga chiqqan odam bo'lsin, u hamon o'lib ketadi. Bu yerdagi shu qisqa hayotning ichida eng ahamiyatli yashash zot nima? Menimcha tafakkur yashash bo'lishi mumkin. Chunki bir odamning tafakkuri qancha cho'nqur bo'lsa, dunyoni tushunish qancha cho'nqur bo'lsa, balkim uning hayoti shuncha ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shunga biz bugun siz bilan nurg'un paranlarni qilishdik, lekin sizdagi tugamas ma'naviy boyliklar, tafakkur boyliklari texnik ko'p. Biz keyin fursat bo'lsa yana davomli sizdagi bu xil boyliklarni kelishimiz mumkin. Demak, biz bugun Keramkan bilan har taraflama o'xshamagan nuqtalardan bizningki nurg'unlagan ijtimoiy masalalarimiz va turmush masalalarimiz haqida suhbat olib bordik. Bizningki suhbatimizningki ekran oldidagi ko'rurmanlarimizga tegishli ta'sir qilishini ham ularga ilhom berishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat. Ne bilmeyi degan gapim yo'q.